الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ushbu Sayyidul Ayyum Hajjul Masakin kuni barchamizga barakot bergan bo'lsin. Birodarlar, bu musulmon ummati mana u oxirgi ikkita asrda bir baloga giriftor bo'ldi. Bu balo shunaqa baloki, musulmon bo'lmagan boshqa xalqlarga taqlid qilishlik balosi. G'arbga taqlid qilishlik balosiga uchrab qoldi. Bu ko'r-ko'rona taqlid, birodarlar, odamlarni dindan, xulqdan, milliylikdan to'sib qo'ydi. Bu g'arbliklarning tushunchasiga ko'ra dunyo bir marta beriladi, hayot bir marta beriladi, undan imkoni boricha ne'matlanib, huzurlanib qolishlik kerak. Bir marta berilgan hayotda huzur halovat qilib qolishlik kerak. O'shuning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa, hamma narsa bo'lsa. Bu ana shularni bergan targ'ibotning tushunchasi. Kattalar aytadi, bolam sabr qil, musulmonchilik asta-sekin tez kelgan davlatdan. Bu ana shularni bergan targ'iboti, ana shularni bergan tushunchasining ta'siri. Ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat, taraqqiyot belgisi deb biladi. Yarim yalang'och yurishlik, erkak xotinni aralashib yurishligi, behayo bir kinolarni, musiqalarni eshitishlik, ularning nazarida shu narsa taraqqiyot, madaniyat deb qaraladi. Bunaqa odamlarning hayotiga qarasak, g'ami faqat tashqi ko'rinishi, kiyimi, jihozi, uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchligi bilan band bo'lib qolgan. Bunaqa fikrda yashayotgan odamlar. Bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi, oxiratda ham bir alamli azobga qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirgan hadisda aytadilar, Ibn Umar roziyallohu anhudan: "Xoliful mushrikina, akhful shawarib va awful lihay." Mushriklarga xilof qilinglar, mo'ylabni olinglar, soqolni qo'yinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq-oydin aytayaptilar, mushriklarni qilayotgan odatlarga teskari ish qilinglar, xilof qilinglar. Payg'ambarimiz aytganlar, "Man tashabaha biqawmin fahuwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u ana shulardan. Bas u ana o'shalardan. Qiyomat kunida kim bir kishi kimlarning orasida tiriladi? Kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa, kimlarga o'xshashni xohlagan bo'lsa, qiyomatda ana shularning orasida tiriladi. Musulmon ota, mana o'tgan darsimizda birodarlar, tabiatni aynishi, fe'lni aynish haqida dars qildik. Nima uchun bolalarning fe'li, tabiati ayniydi? Chunki bolalar ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni boshladi. Haqiqiy musulmon ota nima qilish kerak? Bolasini tushunchalarini, bolasini qalbini, bolasini fikrini haqiqiy qahramonlar bilan, haqiqiy ibrat bo'ladigan odamlar bilan, kumirlar bilan to'ldirishlik kerak. Sportchi, qo'shiqchi, aktyorlar bilan emas. Birodar, agar sen farzandingni qalbini mana shunday bir haqiqiy ibrat bo'lishga yaraydigan odamlar bilan kallasini, qalbini to'ldirmasang, ishonaver, boshqa yerdan to'ldirib oladi. Payg'ambarlarni gapirib ber. Mana kim ibrat bizga. Sahobalarni gapirib ber, tobiinlarni gapirib ber. Bular bo'lgan odamlar, real odamlar. Senga televizorda ko'rsatayotgan bari soxta, yolg'on. Agar sen bermasang shuni, birodar, bolang albatta narigilarni o'ziga ibrat qilib oladi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina va la tashabbahu bil yahud va la bin nasara." O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Diqqat qilinglar. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. Ona futbolchiga o'xshab yurishlik bizdan emas. Ona aktyorga o'xshab yurishlik bizdan emas. Musulmon emas u deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yahudiylarga ham o'xshamanglar, nasoralarga ham o'xshamanglar. Rasulullohning hadisi vaid bizga. Yahudga ham o'xshama, nasoraga ham o'xshama. Kim o'zini boshqalarga o'xshatsa bizdan emas deyapti. Boshqa hadisda aytadilar, "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u o'shalardan. Bas u o'shalardan. Kimga o'xshatyapti bolangiz o'zingizni?
Siz o'zingizni kimga o'xshatyapsiz? Kiyinishingizda, yurishingizda, turishingizda. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlik rag'batini olib tashlash kerak. Qaytarib aytamiz. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlikka bo'lgan rag'batni olib tashlashligi kerak. Qo'lingizdan keladimi shu narsani? Qo'lingizdan kelsa bolasizniki bo'ladi. Illo ularniki bo'ladi bola. Bu ko'rkorona taqlidni yo'q qilishlik kerak. Fozil axloq, go'zal axloq insonning tabiatini aynishdan to'sadi. Bu mavzuga tegishli eng muhim hadisimiz qaysi edi? Payg'ambarimiz aytgandilar, Imom Termiziydan Huzayfa roziyallohu anhudan rivoyat qilingan, la takunu imma'atan taquluna in ahsana an-nas ahsanna. Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilamiz, yomonlik qilsa yomonlik qilamiz deydigan immo bo'lmanglar dedi. Odamlar nima qilsa qilib ketavermanglar. U odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan odamni o'zini hayotda tutgan yo'li yo'q. O'zini tanlagan bir yo'li yo'q. O'shuning uchun kim nima qilsa qilib ketaveradi shu narsani. G'ayri dinlarda ilm, ma'rifatdagi, saqofatdagi yutuqlarni olamiz, ilm, ma'rifatini olamiz, lekin turmush tarzini emas. Adiblardan biri aytganidek, har bir xalq ummatning saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq yillar davomida to'plagan ilmiy tajribasi asalga o'xshaydi. Uni olamiz. G'ayri dinlardagi ekan deb turib uni tark qilmaymiz. Foydasi bormi bizga? Dinimizda man qilinmaganmi? Ilm, saqofatini olamiz, turmush tarzini emas. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanaqa kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qiling, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abu Said al-Xudri roziyallohu anhudan. Xuddi hozirgi kunimizga aytilgan hadisda qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in. Albatta o'zlaringizdan oldingilarning sunnatlariga qarichma-qarich, arshinma-arshin ergashasizlar. Hatta law salaku juhra dobbin la salaktumuhu. Hatto ular zobning, hasharotning yoki ilonning uyiga kirsalar, ularga ergashib sizlar ham kirasizlar. Shunda sahobalar aytishki, "Ya Rasululloh, al-yahuda va nasoro, yahud bilan nasorolarga ergashamizmi?" Qola faman. Men kim aytayapman bo'lmasam dedi. Sizlardan avvalgi yahud va nasorolarni qilgan ishlariga, fe'llariga qarichma-qarich ergashasizlar, agar hasharotni teshigiga kirsa, shunga ham kirasizlar dedi. Kiryapmizmi yo'qmi? To'ylarimiz, urf-odatlarimiz, kiyim-kechagimiz, yurish-turishimiz, gapirishimiz, orzu umidlarimiz ergashmayapmizmi? Kim beryapti bu modani? Ergashyapmizmi? Qarishma-qarich, arshinma-arshin. 5-sinfda o'qiyotgan 10 o'g'il bolani olib chiqib turib, futbolistlarning atini so'rang biladi. 10 ta sahobalarning atini so'rang, bilmaydi. Ergashyapmizmi? Ergashyapmizmi? Ergashyapmiz. Bironta yahudiyni, nasroniyni, musulmonlarning odatiga taqlid qilganini ko'rganmisizlar? Bironta yahudiy, nasroniy musulmonning kiyimini kiyib, musulmonning urf-odatlariga amal qilayotganini ko'rganmisizlar? Nimaga ular ergashmaydi, nimaga biz ergashamiz? Payg'ambarimiz qiyomat alomatlarida deb aytayapti. Qarichma-qarich, arshinma-arshin ergashasizlar. Ammo musulmonlar orasida peshqadamlikda da'vo qilayotgan odamlar bor. Bular madaniyat, taraqqiyot da'vosi bilan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalarni hayotga olib kirib kelayotganini ko'ramiz. Taraqqiyot da'vosi bilan musulmon kishiga ham, musulmon ayolga ham to'g'ri kelmaydigan kiyimni kiyayotganini hammamiz ko'rib turibmiz, birodarlar. Birodarlar, erchi urmaylik, ko'zimizni ochaylik. Qiyomatda javob beramiz. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik.
Farzandlarimizga shu narsani tushuntiraylik, aytaylik, bo'lmasa ular shular yergashib ketib qoladi. Alloh saqlasin. Ayni odamlar aytib qoladi, duolarimiz ijobat olmayapti. Yurish-turishimizda bir baraka bo'lmayapti. Endi birodarlar, yurish-turishimizni qanaqaligini G'arb belgilab bergandan keyin qarich arshim shu mushriklarga, kofirlarga ergashganimizdan keyin duoimiz ijobat olsinmi? Birodarlar, gunohlarimiz ko'payib ketyaptiki, yer qimirlayapti. Bekarga emas. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an katir. Voy, nima musibat yetsa deyapti Alloh. Nima musibat yetsa, o'zingizlar qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Yana ko'pini kechirib tashlayman deyapti Alloh taolo. Shunday bir yigitlarni ko'rasan, kuch-quvvatga to'lgan, nihoyatda bir qad-qomati zo'r, bilagi yerda ushlasa kindigini zo'radigan bolalar g'ami tashqi ko'rinishi. Aynada oldida soatlab turadi. Go'zallik salonlariga boradi. Bor ekan shunaqalar. Qayerdan oldi bu narsani? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha bi g'ayrina." O'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. O'zini bizdan boshqaga o'xshatganlar bizdan emas. Wala tashabahu bil yahud wala bin nasara. Yahudi va nasroniylarga o'xshamanglar. To'ylarni qaranglar-da. To'ylar kimlarning to'yiga o'xshayapti? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi bular? Qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi? Erkaklar erkak sifatida o'ziga bir o'xshashligi kerak. Ayollar ham ayol sifatida bir ayolga o'xshashligi kerak bo'ladi. Agar erkaklar ana shu ko'rko'rona taqlidga erishib, xotin sifat bo'lib ketayotgan bo'lsa, xotinlar erkak sifat bo'lib ketayotgan bo'lsa, bilinglarki, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rgan holat. Farzandlarning tabiati o'zgarishining sabablari. Birinchisi taqlid dedik. Taqlid. Payg'ambarimiz aytadilar: "Laysa minna man tashabbaha bir rijal minan nisa va la man tashabbaha bin nisa minar rijal." Bizlardan emas o'zini erkakka o'xshatgan ayollar. Bizlardan emas ayollarga o'xshatgan o'zini erkaklar. Shuning uchun yurish-turishimiz, kiyim-kechagimiz qaraylik, erkakcha bo'lsin. Erkakcha bo'lsin.